Sizning hujayralaringiz har kuni yuk tashiydi, ammo ular buni sevgidan qilishadi. Tanangizda yashirincha ishlayotgan bir mavjudot bor. Bu Kenisin. U yuradi toki siz o'zingizni yaxshi his qilishingiz uchun zarur bo'lgan dopaminni o'z joyiga eltish uchun. U charchamaydi, u g'azablanmaydi, u sizdan e'tibor kutmaydi. U sizni baxtli qilish uchun yo'l yuradi. Kenisin yuradi chunki uning vazifasi bu. Har bir qadam uchun energiya sarflaydi, o'zini yo'q qiladi. U o'ylamaydi, nega faqat men? U shunchaki harakatda. Chunki sevgi bu so'zsiz xizmat degani. Agar yuragingizda og'irlik bo'lsa, ehtimol siz ham o'zingizga yuk bo'lib olgandirsiz. O'zingizni qiynayotgandirsiz sababsiz. Sizdan sevgi bilan harakat qilishni so'rayotgan Kenisin bor ichingizda. U sizga o'rgatadi. Og'irlikni sevgi bilan ko'tarsangiz og'ir emas. Yurishda ma'no bo'lsa, charchoq yo'q. Endi siz ham o'zingiz uchun yurishga haqlisiz. O'zingizni sevishga va eng avvalo o'zingizdan kechirim so'rashga haqlisiz. Shunchaki yurish emas bu. Bu o'zini qabul qilishga bo'lgan yurish. Yillar bo'yi og'riq ko'tarib yurgan yuragingizni nihoyatda yengillashtirish vaqti keldi. Bugunoq o'zingizni bag'ringizga bosib ayting. Sen ham yengillikka loyiqsan. Ichingizda yurayotgan kichkina sevgiga quloq tuting. Chunki sevgi jim yuradi. Lekin yuradi. Har doim.